Yoqqa. Bo'ldi. Tavba. Hormayli. Nima dedi? Nima dedi? Xolamga ana mashina sovg'a Qildingizmi? qildingizmi? Ha, sovg'a qildim. Ash mashinani sovg'a qildim. Gapini. Mashina sovg'a qildingizmi xolamga deydi. Ayolsiz kuzatasiz, Gap, sanali. gap. Siz Tamam. Qo'yaveraymi? Gap. Isming nima? Rahmat. Tushunmadim. chiroyli Mayli. gapirdi, ber ketmasdan. Dala buni olib ketaveray. Ber ketmasdan. Ismingni aytchi, chiroyli qilib. Rahmiddin. Gap yo'q. Yaxshilar, Qashqadaryodan bumlarni ko'rgani kelishdi. Maftuna singlimiz o'zlarining o'quvchi qizlari bilan bular hammasi sportsmen qizlar ekan. Oldilariga o'tiringlar, tortinmasdan, baland gapirib. Yaxshimisiz? Keling, yordam beraymi turg'izishga? Keling. Sekin. Voy, turaverasizmi? Noz yo'q qo'yarlar. Qo'yaveravering. Instagramlarda ko'raman, shunaqa chiroyli videolarga tushib qo'yasiz Orifjon aka bilan. Nima blogger shekilli yo'qsiz. Endi o'zlari keldilar. Enajon, meni duo qilib qo'ying, xo'p? Ha, keldi. Sizlar ko'rishingiz. Çok salomat kıldılar. Mana shuni aytib oling. Kıylalmazdı. Yo'q, qiynalmadik enajon. Kalay uyum. Aman da çok salomat. Aman da kırıklar. Aşağı gel. O'tiringlar. Men oyoq kiyimni kira oldim. Toza havoda talishlami, tozaligini deydi. Uzumuna itlala veriyordum. İçim sabah olamadı. İçine harika buldum. Yakalıp gittim. Ne oldu böyle. Kasap kasap. Yana bir hafta daha yana yetip geldi. Uçağa bilmem onu. Yakalıp gittim. Ehtiyot bo'ling-da, buvijon. Iloyo ben. Niyataka mutalaring Allah tolo karakter koca pon niyatlaring gaya tinggal. Emolaring ne selamat kecil. Balo kadodan Allah no coklatın. Mağarib ne yoklatlar, kadalar da yoklatır. Allah. Buvim rahmatliga shunaqa birga bir kopiya o'xshaysizda. Mana hozir ko'rsataman. Juda ko'pchilik aytadi onasiga. Rostdan ham o'xshargan. Gapirishlari ham o'xshaydilar. Yosh o'tgan sari o'xshab borarganda odam. Ona gözüne. Ha, Ana. maniki. Ana. Mana. Ro'molam o'sha. Ro'mollar ham, o'rashlar ham o'sha. Ne çıkarkarlar. Buvim 80 yoshda vafot etdilar. 80 yoshda vafot etdilar. 80 ga kirib vafot etdilar. Sakın oldu. Akkuda kakarlar oluyor. Yana bir oydan keyin kelaman sizni ko'rgani. Ena. Bir oydan keyin bu qizni to'yi ekan. Nima deydilar? Ayting. Endi sizga e'tibor beryaptim. Bir oydan keyin to'yim bo'ladi. Yana borasiz Xudo xohlasa. Olib ketarsiz. Ha, olib ketaman sizni. Xudo xohlasa. Borasiz, mehmon bo'lasiz Qashqadaryoda. Xo'pmi? Mayli. Chiroyli duo bering menga. Xudoya baxtingiz ochilganlar rost bo'lsin. Emoningizni salomat qiling.
Borgan to'xtayoq o'g'ilni, qizni Xudoyim munosib qilsin. Niyatlaringga yetinglar. Niyat menga Bu burilib balalarim ham umriga, rizqi ro'ziga Alloh baraka bersin. Balo qazolardan o'zi asrasin. Mulla bo'lsin, yo doktor bo'lsin, na o'qituvchi bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Alloh. Aytganingiz kelsin, enajon. Rahmat. Juda qiziq narsa ko'rsataman yaxshilar, oxirigacha ko'rsanglar kayfiyatinglar ham ko'tariladi, ham kulginglar keladi. Mana xonada men remont sekin astalik bilan boshlab yubordim. Ko'rib turibsizlar. Sal abgorroq holatda edi. No, kichkinagina xona. Bu yoqda ham juda ham ko'pchilik avvaldan yozgan. Enaginam yotibdilar. Ayni. Qarang, hozirlik ko'rsataman qaraychi. Kulish yo'q, yaxshilar. Bir qariyani 1 yil davomida sovg'a salomlari obunachilar bergan sovg'a salomlar, ro'mollar, joy namozlar, materiallar, xullas hammasi mana shu buvimga tegishli. Tushunishingiz uchun 1 2 3 4 5 6 qadam u yoq qaraychi, mana shu hammasi bitta kelinni sarposidan ko'proq narsalar ishonaveringlar. Xudo xolasa remontni cho'tki qilib sizlarga ko'rsataman. Qo'lim kuydi. Voy onam, enam. Osh jo'natishdi, ena. Yaxshilar, bizga koreyalik obunachimiz, biz o'tirgan choyxonani izlab topib, qo'ng'iroq qilib Koreyadan turib, buvim uchun nimadir qilish xohlayman deb Muhammadjon ota choyxonasidan bizga mana 1 kilo osh jo'natib yuborishibdi. Haliginda gaplashgan bola bor-ku, nevara deb hisoblaylik, ularni ham nevara deylik. Osh jo'natishdi. Kimda? Biz o'tirgan choyxonadan. Ay, atanga. Bitta duo qilib qo'yar ekansiz. Mayli, Xudoyo jumlani Xudoyim tinch qatorida. Martabangiz ulug' bo'lsin. Allohu akbar. Bizani shunaqa yaxshi ko'rib kuzatadigan obunachilar bor, buvimlarni sevib kuzatadigan muxlislari bor. Bu dabdalalari tuzatishi qancha obunachi so'ragan u. Yaxshilar hamma yo'q bo'shatdim. Ahvolga qaranglar. Men bitta o'zim yaqinda kirasa qilgandim, befoyda bo'lsa ham. Enamga tashqariga sharoit qilib qo'ydik. Hozircha 1 kun tashqarida yotadi deb o'ylamaydi tag'in. Hozircha endi ertalabda o'tirib oldilar sahar salqin-ku. Endi men ketdim. Bo'pti, televizorlarni ko'ryaptilar, qaraychi. Onam Toshkentga ketyaptilar. Toshkentliklar quchoq ochib kutib olarsizlar, bo'pti ona. Mayli. Ustalar bilan gaplashib, hammasini tushuntirib. Yaxshi qo'ling, kamchilik bo'lsa telefon qilarsiz. Bo'pti, yaxshilar, bizga omad. O'tiribsizmi? Nimaga? Abed qildingizmi? Qorningiz to'qmi? Jamol palov olib keldi. Umrlar uzoq bo'lsin. Samsa olib keldi. Yasha. Ular abed qilmay uyda abed qilarak. Bugun adoblarak. Bugun tugar ekanmi? Yaxshi. Ustaning ishlari bugun tugar ekan. Biza hamma yo'q besar ko'rib turgan edik. Hamma edi. Bu ham Toshkentga ketgan Jamol. Ha. O'shanga uyda yo'q ekan. Endi kelgan ekan. Ovqat qilib, sabza qilib, non yopib, olib kelibdi bechora. Rahmat dedingiz. Xudo xayri bersin. Ilohim. Har desangiz uyga kirib, mana pasaq-saqim bor, shunday yo'lakda. O'shani olib kelib bersangiz, anetga pasaq-saq urib turay. Pashshalar bilan vechniy kurashib yashaydi. Ani to'g'ri qiladilar, besh pashsha qo'nyapti. Biz ham ishda hamisha
Mehnatdagi odammiz, ro'zg'or bilasizlar. Ondan kelgancha harakat qilyapmiz endi. Xudo barakasini bersin. Lekin sizlarni xursand qiladigan yangiliklarimiz ham bor. To'g'ri, atrof bunaqa go'zal emas, lekin bizning kayfiyat beton yaxshilar. Gullar ichida bardaklar uzra ovqatlanyapmiz. Ko'z temasini. Ena, oling yumshoqqina kartoshka pyure bilan tiftel. Men kotlet. Beshlik qani? Beshlik. Ena buni qoshiqda yeysiz. Qoshiq. Ena vilkani beshlik deydilar. Oling. Ol Orifjon. Kayfiyatinglarni ko'taraymi? Hamisha tabassumda enam. Ayni. Salam. Hamma uni ko'rsatay, boshliq ishonmaydi. Xullas. Hammasi tayyor. Pulti ham buzildi. Hozir mana pult ishlamayapti. Enam qaysarlik qilyapti. Remont bo'ldi. Masjidga men ko'chirishim kerak tezlikda. Nechida turdingiz? Nechida turdingiz? 95. Yo'q. Ertalab nechida turdingiz? Mamma. Ha. Pesavim keluvdi turavar. Borib yozilib keldi. Amma. So'ratlarimni qildi. Historiyaga qo'yib yuboraman. Tabiiy hol nimadan uyga hijolat. Bizdan vaqtli turib darvozani tars ochib qo'yibdilar. Men kim ochdi deb o'ylabman. Neksikki legan. Bedana sho'rva eni. Bedana sho'rva. Bedana sho'rva. Ha. Yo'q. Hozir qilsam ol. Tuyuq. Mayli, mana shundan ham ozgina iching. Quvvat bo'ladi. Bozordagilar berib yubordi. Xudo xayr. Bedana sho'rva yaxshilar. Men o'zimga ham yengillik. Quvvat bo'ladi, baniyat shifo. Xudoga shukr demaslikka haqqimiz yo'q, yaxshilar. Haqqimiz yo'q. Bedana sho'rva, norin, bu yoqda mastava. Xudoga ming qatla shukr, yaratganga shukr, yetkazganiga shukr. Bunaqa payt nima deyish kerak? Ol Orifjon, o'zingni oldirib qo'yibsan-ku deb bedana sho'rvani. Xudoga shukr, deyish kerak. Menamga ham zo'r ketyapti, mana qaraydi. Bedana. Bedana. O'tiring. Andavanga o'rganib qo'yibdi. Qalbirimda yashaydi. Ha. Temperament smakmaydi. Qalbirimda yashaydi. Ayyo. Kim taragan oxirgi marta? Oxirgida. Ha. Bilmasam esimda yo'q. Keliniz taradimi yo ammam taradimi? Ha, kichkina kelinchak. Galoba taraga. Ajoyib tarabdi. Men uni qilolmayman-ku. Bizani kuzatadigan hurmatli obunachilar. Qalaysizlar?
Enamni sochlarini tarab qo'yay deb taraddud ko'ryapman. Kundan kunga tan qolyaptilar. Ro'molimni yelkamga qilganman. Ha, endi qilaman yana. Amma chigaldi ichi ochib olay. Ba'zida qo'rqyapman. Vaqt kelib o'zimni ayblab qolmaymanmi deb. Kesib tashlab endi ay Bismillah. kafadak tek dava qo'lingiz bilan qiling anamga jonim paqsa Deyishlariga borman. vayirdato Deyishdi. Ena. Axir nima qilay chigal bo'lsa? Bo'lmasam taramaymanman. Saksakan qo'lingdato qo'lingiz bilan Bo'lmasam taramayman. Bo'ptimi? menimni tarab turing. Surbetlik, qattiqqo'llik demaylar. Enamga sal gapi o'tadigan inson hozircha mana bu dunyoda manman. Ayangga salata ishlatu mahalda. Haligi dori ich yo ichma deb onalarimizni haddi sig'ib urushib aytadi-ku. Enamda man. Endi gapirmasangiz bo'lmaydi yana. Gapirsangiz chetdan xunuk ko'rinishi ham mumkin. Lekin Xudoga shukr. Haligi men aytsam aytganimni qiladilar. Dorilarni vaqtida ichadilar. Ovqatlarni vaqtida yeydilar. Xullas, yomon emas. 3 yildan beri deyarli Instagram ishlatar ekanman. Instagramga video joylab, kontent qilar ekanman enamni bilan. Haligi 300 ming obunachi yig'ib qoldik deyarli, oz qoldi. Bitta joydan chiqmasdan, Doniyor Ismoilov ko'pincha aytadi, bitta lokatsiyada oka shunchalik qildingiz, obunachi yig'dingiz, auditoriya yig'dingiz. Yaxshi, xullas, noliydigan yo boshqa emas. Men professional kameralar yoki kuchli operatorlar bilan ishlamayman. Meniki bo'lsa o'zim qilaman. Ideyalar u hammasi asosiysi sizlarni mehringlar, sizlarni obuna bo'lib kuzatishinglar. insoniylik, nima deydi? Tabiiylik, insoniylik, oddiylik bilan sizlarni jalb qila oldik degan umiddaman. Bizdagi obrazlar kimnidir masalan onasini eslatadi, kimnidir buvisini eslatadi, kimdir havas qiladi. Nima deydi? Sizdek nabiram bo'lishni xohlayman deydi. Juda xursand bo'laman. Qanchadan qancha odam yo'qlab keldi duo olish maqsadida. Ana shu narsalarni amalga oshirmaganimda bu narsalar qayerda edi? Xudo qo'lladi. Sizlarning ko'nglingizdan joy oldik. Mana natija ozmi ko'pmi bilinyapti. Qaragan chog'larda bo'lsa ham bu ozmi ko'pmi mana bu dunyoda nimalardir ko'rib, qayerlargadir borib, bas ozmi ko'pmi ulguryapman. It kaçayaklara bor. Enam bo'lsa it haqida o'ylaydilar. Ha? Ha, yaxshi. Eshitdiman, anaqa narsa men qila olmasdim-da, rahmat. Qattiq noda. Demak, sen taramagansan. Kim taragan? Ammam taragan qizlari. Ish bilan bo'lib sal band bo'lib qolibman-da, yaxshilar. O'zlari tara deb haftada
2 marta 3 marta etsalar qarab qo'yardim. Endi ish bilan bo'lib, bugun ham bahornoy bo'lgani uchun kelib birinchi yana yuring sochingiz taraf qo'yaman. Xayriya chiqqandan olib ketibdi. Paqir Anetaga paqirlari siz olib kirdingizmi? idishlardimi? Ha, Ha. kuchlari yetadi. 3 ta paqiri musulga Mahallamda tashqariga. hech kim yo'q ekan. Endi chiqarib qo'yibdi. Ana chigali ketdi. Ha. Asar. Rakurslari o'zgartirdim yaxshilar. Endi navbat o'rishga chiroyli qilib o'rib qo'ysam, maza qilib yumshoqqina bo'lib yotadilar. Bismillah. Manam o'shani qo'shib o'rayimmikin? Yo'q, joyimda. Ha? Bir yerga qo'shib oling. Boshida. Bittasiga qo'shsam ushlaydi, qolganini. Turib seylama. Itti boylaganimizga. It qaytib kelgan ekanmi? Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi-yu. Odamlar yana shuni ham aytishadi. Xotiningiz o'lsa bo'lmasmidi? Nima deb aytadi? Xotiningiz o'lsa? O'lsa. Ha. Men aytaman-da, mana odamlar xotiningiz o'rsa bo'lmasmidi yo kelinchak o'rsin deb gapiradigan odamlar. Ne gapirasizlar? Enam mana sizlarga yana bir marta bir misol keltiray. Eni nimaga boshqa birovga o'rdirmaysiz? Nimaga boshqa birovga o'rdirmaysiz? O'lgirmaydi. Sochingizni nimaga boshqaga taratmaysiz? Kimga taratadi, godalar qiladi. Bitta xumorida kelmasa, azalimda Mavzu boshqa tarafga o'rilib Jamol becharaga aytayin, o'zi shoshilib ovqatni tashlaydi-yu, Murodingizga tortay deb yugurib ketadi. Mavzu burilib ketdi. Har safar sizga o'rganganman deb Xudo kelgandilar. xayri bersin. Mendan boshqa odamga o'rdirmaydi, haqiqatdan ham. Xumorni ham urushmagan bo'lsa, boshqa qilmagan bo'lsa. Eni, Ha. hamma o'zi bilan o'zi ovora, hech kim mendan so'rab turadilar. Xolam yaxshimi, tuzukmi deb. O'g'il binafsha ketsa bo'lmaydimi? Endi bilmayman. Qurib ketdi. Kichkinaligida Habiba xola yaqalamiz katta qilgan. O bir borib xolashamni ko'ray demaydi. Odam sog'inar ekan do'stida. Aka, gaplardan xafa bo'lmang. Sog'inganlari uchun gapiryaptilar. Begonadan aytmayman, begona bilan. Nima ishim bor begona. Ana. Hamma yo'q begona. Begona debmi? Yo, endi ostan ham yaxshi ko'radilar, jiyanlarini. Ishonganlari shu. Suyanganlari shu. Hozir urug'imizda eng kattasi enamda. Endi ko'ryapsiz, ular ham mazasi yo'q. Ha, hamma gina qiladiganmiz. Ana, Rahmat ado. Nasib qilsin. Yana tiklanyapti uyimiz. Nabjon tag'oni uyi deydi. Taniganlar Komiljon tag'oni uyi deydi. Undan qolganlari Orifjon tag'oni uyi deydi. Nasib qilsin o'g'li. Nasib qilsin. ana, tugadi. Rahmat. Asang. Mana bu latta puttalar
enamni yangi xonasini, yangi pardasi bo'ladi yaxshilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizda shunaqa. O'zbekistonda shunaqa. Xuddi men chet ellik odamdek gapirmayman. Hamma bir-biriga salom bergan. Mahalla obod bo'lgan. Men oyog'imni sudrab yurgan. Jazolandim men yaxshilar. Hayotimdagi eng dahshatli narsa bilan duch keldim. Bundan da mayda ish bilmadim, bormi yo'qmi. Nimaga men qilishim kerak? degan savolga o'zim javob beraman. Men tug'ilgan kunga borib kelay. Kimga? Dilmurodning tug'ilgan kuni. Dilmurodni. Qalinchaga olib ketadi. Mayli xudo. Yo'l. Amana sağ. Alloh akbar. Kelib olib ketadimi? Ha, shunaqa desak xotirjamroq bo'ladilar yaxshilar. Dilmurod, ko'zam bo'lgan kuning bilan tabriklayman. Umring uzoq bo'lsin. Katta yutuqlarga erishishingni tilab qolaman. Ko'rishib qolamiz, xudo xohlasa tug'ilgan kuningni yaxshi o'tkazamiz. Karitchi, tug'ilgan kunni men, mana bolam tug'ilgan kuni mana bo'lsa, bular oila a'zolar va jiyan. Amajak boshi. Ha. Mana buni bitta qarataylik. Shu tort vajni. Tortdan shuni olish mumkin. Ha. Norbay. Achchiq icha olmayman. Bu yoqda hamma bor karitchi. Aralashtirib beraman. Oni ham bor bu yerda. Hozir bizani rasmlari Nexik kelganda. Qarash tug'ilgan kunimiz yaxshilar. Ziyon odam boqar. Sarixon ko'rayotgan bu filmni bu odam. Do'stboz. Mendan qo'rqyapti.